Sentrga tez chiqib ketadigan lokatsiya kerak deganlar uchun mana shu uyimiz sotilyapti. Sergeli tumani, aeroport, Polivoyda joylashgan mana shu uyimiz sotilyapti. Narxini videoda oxirida aytaman, chunki videoni ko'rishga arziydigan uy. Umumiy maydoni 2 sotik, 7 ta xona, 2 ta kuxnadan iborat. Qaranglar, Zelyoniy zonasi juda ham chiroyli. Uyimizni gir aylanib mana shunaqa zelyoniy zonalar qilingan, landshaftlar, manzarali gul daraxtlar ekilgan. Mana kirishimiz tepasi Lexan naves qilingan. Kirishimiz kalitka eshik hamda mana shu avtomatik darvoza bo'ladi. Bu uyimizni qaranglar, juda ham chiroyli landshaft qilingan, chiroyli manzarali gul daraxtlariga bitta like bosib qo'yinglar. Bu yerda mana zamonaviy rakvina hamda mana yozgi oshxona joylashgan. Yozgi oshxonamiz hamma sharoitlari qilingan. Bu yerda mana qozon, o'choq, mana barbekyu zona, bu yerda umumvalnikka joylar tashalgan, gaz plitaga joylar tashalgan. Mana bu yoqqa mana xohlasanglar tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mazza qilib choy-poy ichib o'tiradigan joy. Podvali bor, podvalga uy ichidan tushamiz. Ana endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda kafillar qilingan kattagina koridor keladi. Podvalga bu yoqdan tushamiz. Mana bu yoqda vitrajli oynali ochilib yopiladigan qilingan mana kuxnyamiz. Kuxnyamizni ko'rib turibsizlar, kattagina, kengina kafil qilingan, cho'qli poldasida panoramli oynalar hamda oxirgi trenddagi lyustralar. Yorqin rangli ishlatilgan, asosan oq rangli. Bu yoqda mana zal joylashgan. Mana zalimiz. Zal kattagina, ko'rib turganingizdek. Uyimiz tartibli bo'lganiga har tomondan romlari bor. Zalda ham mana oynasi panoramli qilingan. Mana bu yoqda 2 ta spalnya bor qaranglar. Detskiy, birinchi etajda 2 ta spalnya zo'r. Mana bu bitta spalnyamiz, yotoqxonamiz. Mana bu yoqda ham bitta yotoqxonamiz joylashgan. Mana yotoqxonamizdan orqa tomonga chiqsanglar bo'ladi. Havo aylanadi. Hamma oynalarimiz naturaga qaragan. Mana orqa hovlimiz, mana ko'rib turganlaringizdek havo aylanadi. Hisobda birinchi qavatda zal, 2 ta spalnya, kuxnya. Mana bu yoqda birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel joylashgan. Mana hamma sharoitlari qilingan, shkofli, zamonaviy umumvalnik, vanna hamda mana unitaz hamda yonida kir mashinaga sharoitlar tashalgan. Ko'rib turganlaringdek, koridor kengina, xonalarimiz yorug' tushgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilishdan oldin podval bilan tanishamiz. Podval mana bu yoqdan tushiladi. Va bizdan tegina ham shkoflar qo'yib olsanglar bo'ladi. Podval ham cho'qli polda siydi. Xohlasanglar o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi mana. Cho'qli pol 8-xona hisoblasanglar ham bo'ladi. Forchkasi hovliga qaragan, havo aylantiradi. Mana kattagina issiq suv boylari hamda mana duh konturli kotel o'rnatilgan podvalimizga. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz, ketdik. Mana ikkinchi qavatga ko'tarilar ekanmiz. Zinani oldi mana shunaqa kattagina romli oynalar qilingan, qorong'u qolmaydi, qaranglar. Yorug'lari bu yoqqa ham tushyapti. Ikkinchi qavatda 4 ta xona bor. Mana bu yerda родительский spalnya, kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ichida o'zini sanuzeliga ega. Hamda bu yoqda mana garderobga joylar tashalgan. Mebel ishchi chaqirsanglar, ranglarini moslashtirib chiroyli spalnya mebel qilib berishadi. Mana hamma joy cho'qli poldasida hamda spalyalarga mana shunaqa batareya o'rnatilgan. Bu родительский spalnya edi. Mana bu yoqda ham bitta kattagina spalnyamiz joylashgan. Mana bu yoqda ham bitta spalnya. Hammasi o'zgacha lyustralar o'rnatilgan. Keyin eslatib o'taman, hamma xonalarimizga mana shunaqa havo aylanadigan vichkalar qilingan. Yaqinlashtirib ko'rsatay. Ventilyatsiya. Uyda havo aylanadi. Mana bu yoqda 2-qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel.
qora rangda ishlatilgan bu yerda. Mana forchkasi orqa hovlichaga qaragan. Bu yoqda mana bitta spalnigimiz bor. Eslatib o'taman, Sergeli tumani, aeroport Polivoy sentrigacha, Bobur ko'chasigacha atigi 5 minutda yetib olasiz. Uyimizni startoviy narxi 190 ming deyilyapti. Yana kelishtirib beriladi. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar. Videoni uy qidirib yurgan yaqiningizga yoki kimga ravo ko'rsangiz, o'sha insonga yuborib qo'ying. Rahmat.